Ushbu loyiha AT Xalq banki hamkorligida Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Demas MFE'da 332-335 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda makkajo'xori vakmak ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 682 metrga 151 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash davrida. Ekinlarni yetishtirish davri 130 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 16 dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,625 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Demas Umidi ishlab chiqarish kooperatori biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 12 tonna, jami 120 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.